Kuniga 100 tadan ko'p smartfonga zo'r chegirmalarni e'lon qilamiz. Misol uchun qarang, mana iPhone XR ni $129 ga 128.91% esa. Assalomu alaykum. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bundan qiziqarli smartfonlar hali oldinda. Men sizlarga Techno Spark 40 Pro Plus bu modelni 8256 lik shunaqangi Air kabi yupqaki, smartfonni ko'rib $180 bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. $75 ga. Smartfonlarimiz nihoyatda arzon va katta kafolatga ega. iPhone 13 lar hamma joyda 320 dan qimmat turadi. Bizda esa 128.84 radno holatda $300 ga. Haqiqiy arzon narxga. iPhone XS 64-100 batareyakalisi 178 sotilayotgan edi, $159 ga. iPhone 2 ni 64-95%lisi odatda iPhone 11 ni 220 dan kam sotmaymiz bunaqa idealni. Yangi deb turibdi $220 ga iPhone 11 ni narxiga iPhone 12. Bizdagi narxlar arzon, lekin sifat hamma joydan ustun turishiga kafolat beramiz. Oldindan to'lovsiz mukammal, mutlaq bepul dastlabki xizmati bor. 128-84%li $305 ga yumshoq binafsha rangda o'ta yangi holatda iPhone 13 modelimiz. 13 Pro'larda 128-94%li $410 ga xuddi yangidek variantlari. iPhone XS ni 256-100%lisi narxi esa $175 ga. iPhone 12 No Face ID $185 ga. Ideal holatda. Aynan Galaxy S26 ni men ayta olaman, kompaktli modellarning qiroli. S seriyadagi eng mukammal variant va juda ham arzon narxga hozir topilish qiyin $750 ga inshaalloh eng qulay, eng ajoyib taklif deb ayta olaman. iPad Pro ni $1200 ga xarid qilingan $490 ga M2 chipli 13 dyuymli varianti. S25 Plus Dubai regionli variantini ko'pchilik bizdan so'rashgan edi. Narxini juda ham arzon narxga $610 ga taklif etaman. Redmi 12 shunaqa yoqimliki $99 ga 8256 lik varianti. Note 20 ni $220 dan sotamiz va aynan hozir $140 ga. Oddiy S10 narxidan arzon narxga. $35 ga shunaqangi budjetli A10s sizga kerakli hamma imkoniyat bo'ladi. Aynan sizga Honor X8C modelimiz, yangi avlod modelini $130 ga $200 dan kami yo'q bo'lgan modelni xarid qiling. Orqasi eko ko'jadan ishlangan. Juda ham yoqimli uslubga ega. $89 ga A32 ni saqlangan, faqatgina chexolda turgan varianti. 6 ga 128 talik islomiy, 6 ga 128 talik A16. Ta'kidlab aytishim joiz. $125 ga. A90 yangi deb turibdi, $150 ga A+ segmentda. U 6 ga 128 talik o'yinda ham o'zini zo'r tutadigan telefon. S20 ni ixcham va qulay, kuniga 50 ta sotganmiz yangisi chiqqan vaqtda. Bugun esa buni yangisi yo'q. Yangidek holatda O'zbekistonda ishlamagani bir oydan buyon bugun kirib keldi. $195 ga A+ segmentda. $139 ga Galaxy A54 A seriyadagi mukammallik. 24 Plus ni 24 narxida bermoqchiman. $420 ga. Honor 90 flagman imkoniyati $245 ga haqiqiy tezkorlik, noyoblik. Galaxy S20 lar. Aynan sizga bugun bir emas, katta partiyada ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi bo'lib violet rangidan boshlayman. Bu rangi shunaqangi yoqimliki, boshqa smartfonda bunaqa rangni uchratmaysiz. Bugun men sizga Galaxy S21 ni oq rangini katta kolleksiyada bunaqa oq rangi 100 ta kelsa bitta ham chiqmasdi. O'ta yangi holatda, hozir qora rangini topish ham qiyin. Bu smartfonni olib bersangiz, olib bergan insoningizni qalbida ishoning, bu smartfonga shunaqangi bir noyoblik, muhabbat uyg'onadi, boshqa smartfonni ishlatgiklari kelmay qoladi. Bu smartfon takrorlanmas uslub, flagman imkoniyatining eng mukammal variantlaridan biri hisoblanadi. Narxi 205 dan to'g'ri keladi. Bitta nuqtasi yo'q, haqiqiy yangi holatda. Bularda A- varianti $175 gacha bor. Aynan maslarga Note 20 Ultra. Bu smartfonlar uchun mijozlarimiz 1000 kilometrlab bosib kelishadi. Nimaga? Bu smartfonga qiziqib qolsangiz halovatingiz yo'qoladi. Bu smartfon uchun 1000 kilometr bosib kelib do'konimizdan olib ketsangiz ham arziydi, chunki bu smartfon bilan siz uzoq yillar davomida birga bo'lasiz. Bu smartfon sizga har doim hamroh bo'ladi. Shunday ekan, siz o'zingizga mos smartfonni tanlashingiz kerak. Bu smartfonga kiritayotgan investitsiya bu eng yaxshi investitsiya. Ish quroli qanchalik soz bo'lsa, mashaqqat shunchalik oz bo'ladi. Bu smartfon sizning texnik bazangizni mukammal qiladi. Galaxy S20 Ultra bu sizga ultra imkoniyatlar eshigini ochadi. Shunaqangi darajada yangiki, bitta nuqtasi yo'q. Bunaqa smartfon 100 ta S20 Ultrada bitta chiqsa chiqadi. Narxi esa $280 ga. A+ segmentda. S21 Ultra hatto salafani olinmagan. Titan rangda, haqiqiy professional smartfon. Men ayta olaman, $315 ga hech qayerda yo'q. To'g'ri, 270 ga ham do'konimizda bor, 260 ga ham bor.
bitta nuqtasi yo'q, salafan holatda titan rangi o'ta kamyob bo'ladi. Buni sifatni qadriga yetuvchi insonlargina xarid qiladi. S23 Plusni $350 A+ segmentda YSMgacha o'tgan. $430 24 Plusni YSMgacha o'tgan, O'zbekistonda ishlamagan krem rangda. S22 ni $255 oq rangda va xohlagan rangingizda katta kolleksiyada Instagramda kechagi postda reklama qilganman. Ko'ringlar, haqiqatda yangilar ekan. Aynan 24 Fan Edition. Bu fanatlarning tanlovi. Bu qizib ketmaydi. Buni batareyasi uzoqroq ketadi. Bu noyob ranglarda ishlangan. $420 hamma joydan arzon narxda. 24 Ultra. Bugun men sizga 24 Ultrani bir emas, katta partiyada taklif etmoqchiman. Har birini 620 dan qilib beraman. A+ segmentda beraman. Xuddi yangidek variantlarini beraman. 25 Ultrani esa $770 A+ segmentda YSMgacha o'tgan o'ta yangi variantlari bor, xudo xolasa. A82 modellarimiz katta kolleksiyada kirib keldi. Holatlari zo'r, narxi esa $168 ni tashkil etmoqda. Budjet segmentda $60 A03S modelimiz 100% pulga arziydigan model. Galaxy S24 esa $400 tasavvur qilish qiyin, o'ta arzon narxga. $119 8256 li A15. Oddiy va oddiylikda halovat bor, mukammallik bor. S22 ni qora rangda bitta nuqsoni yo'q, haqiqiy yangi holatda $255. S20 Plus hozir bozorda kamyob model bo'lib turibdi. 230 ga ham yo'q, lekin $210 qilib berishga tayyorman. iPhone 14 Pro Max bor. Inshaalloh ideal holatda 512 82%li 100 ga 100 pulga arziydi. $615. Oddiy $620 dan $128 sotyapti. 256 likda 650 ga yaqin sotilyapti. 13 Pro Max ni $128.93 $490 ga gold rangda O'zbekistonda ishlagan, chetdan kirib kelgan, YSMgacha o'tgan. iPhone 13 Pro ni $128.91 $450 dan kamga sotsak qoplamaydigan model, $435 ga. iPhone 6 Pro Max ni $256.91 YSMgacha o'tgan, chet davlatdan kirib kelgan, $955 ga ideal tanlovni taklif etaman. 128-89% li iPhone 14 Pro 420 dan qimmat kirib kelyapti O'zbekistonga, $405 ga qilib beraman. Aynan 128-96 13 Pro ni ishoning men sizga taklif etayotgan narxdan o'zim qimmatroq olishga tayyorman. O'ta ideal 350 ga qilib beraman. 350 dan qimmatiga o'zim olishga tayyorman. 15 Pro Max ni 256-86 mijozni o'zi bizga 760 ga bermay chiqib ketadi. 800 ga bo'lsa beraman dedi. $759 qilib berishga tayyorman. iPhone 14 Pro ni 128-97% esa ideal tanlov bilan inshaalloh $515 ga. 128-86% li $635 ga iPhone 15 Pro hozir hamma joyda 680 700 sotilyapti. iPhone 13 Pro ni 128-98% lisi $415 ga. iPhone 15 Pro emas, bu safar 16 Pro ni 286-87% lisini $789 ga. 15 Pro Max ni natural rangi bu eng to'g'ri va aqlli tanlov. 256-86 $760 ga. iPhone 13 Pro Max 256-90% li $490 ga ideal tanlovni taklif etaman. 13 Pro ni 128-93 $420 ga eng qimmatbaho balotiy rangda, o'ta noyob variantda. No Face ID iPhone 15 Pro qiziqarli bo'lsa, juda ham arzon narxda taklif etmoqchiman. Telegram kanalida ko'rsatinglar. Bular har birini rasm, video, xususiyat, batafsil ma'lumotlarini Telegram kanalida aytib o'tganman. iPhone 7 Pro ni 46 marotaba zaryadlangan 1400 sotilgan telefonda 1400 ga olgan mijozimiz 1220 ga berishga tayyormiz. Mana sizga eng qulay narx 128-86 iPhone 13 narxi esa $315 ga. iPhone 12 Pro Max ni 128-86% li $350 ga haqiqiy yangidek holatda. iPhone 15 Pro Max va iPhone 6 Pro 128-89% li $785 ga. Hurmatli obunachilar, har bir smartfonni batafsil ko'rsatib bera oldim va agarda sizga bundan da qiziqarli smartfonlar qiziqarli bo'lsa, bu birinchi filialimiz edi. Ikkinchi filialimizdagi batafsil ma'lumotlarni Telegram havola orqali ko'rishingiz mumkin. Biz sizga har doim shunaqa yangi smartfonlarni, yangi tovarlarni, yangi narxlarni taklif etamiz va bu narxlarimiz bilan sizga eng qulay narxni, eng yuqori sifatni, eng katta kafolatni taqdim etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar.